Burada Windows 8'ning tip ekrani. Eng tip ayırması bo'lib Windows 8'ning bizning bunda bizning shoqmaqlar, plitkalar bor kelib turadi. Agar biz Windows 7'de erishgan bo'lsak, bu mana o'sha boshlab Windows 7'ning ekrani kelib chiqadi. Ham bizning Windows 8'de ayirma bo'lib ikki ekranli ishlash. Agar internetlarga qarasak, barisi bizning Tatarsdan terjima etilgan. Endi qo'yib qarab ketamiz. Masalan, biz Tatar tilida o'zimizning do'stlarimiz bilan yashaymiz, o'rganishga. Unda qisqa so'zlar bilan so'zlashib bor. Biz Tatar Windows 8'ni ham Office 2013 Tatar tilidagi versiyalar har vaqt постоянный rejimda o'tgan. Onlayn rejimda qarab, agar sizlar bo'lmasa tarjima etib turashingiz. Siz hozir bilasiz, update yanvartib bor. Ham har yanvartida avtomat ravishda kelib turgan yanvartida agarda bizga o'zgarish kerak bo'lsa, agarda kishilar yetkazilgan dars tarjima etmaysiz, biz yanvartlarni kiritishimiz. Bu bizning onlayn rejimda bo'lsa, bunday o'zgarishlar bo'ladi. Agarda endi tarjima turni aytganda, bizning o'rnak bo'lib akademiyada o'qitira, boshqa chiqaruvchilar bizlar bilan har vaqtda aralashamiz, ham shular bilan aralashishni so'zlarni tarjima etamiz. Shu terminlarni уже olamiz, hafta o'shiramiz. Где используется Windows татарский? Потому что сделать одно – это большое дело, полезное дело, но нам важно, чтобы он еще был, он еще использовался. Знаете, это так же, как нельзя заставить кого-то любить, нельзя заставить кого-то, это будет неправильно, по крайней мере, можно все. Мне кажется, здесь в первую очередь люди, которые являются патриотами, и люди, которые действительно... Есть люди, которые являются патриотами, есть люди, которые используют это по приколу, есть люди, которые используют это, чтобы изучить татарский язык в том числе, потому что, знаете, вот пиктограммки и меню, горизонтальные и вертикальные, они, в общем, ну, ты помнишь, как они называются, ты начинаешь учить. Вот я пока сидел, я увидел, что, оказывается, слово «корзина» пишется слово «корзин» через «и» оборотное, без гласного на конце. Я обязательно загружу, у меня едет буквально устройство, которое поддерживает Windows 8, я обязательно загружу эту систему. К тому же, очень удобный язык можно менять. То есть, мне кажется, это должно идти от людей и от пользователей, в первую очередь. Вопрос о том, чтобы заставить кого-то это делать, это будет неправильно. Ну, а государственные чиновники вообще-то должны использовать... Если вы спросите, что обязаны мы весь государственный аппарат использовать Windows на татарском, нет. Bu ishni keragi boshlarga do'z zamonda 93-yillarda, хотя бы 3-yillarda. Hozir endi bunda necha ketirgan? После пожара. Davlat ведомстволары hech yo'g'i ular bu Windows tatarcha bilan qo'llanishga tiyishmi, yo'qmi seningcha? Albatta tiyish. Ammo bugungi kunda endi bizga Latinga da ko'chirib yaramay ekan. Endi har maktablarda bo'lar ekan. Qanday administratorlar tatarcha yozib? Men bunga ishonmayman. Bu endi kompyuterga qarab turgan masala. Umuman bizning tilimizning turmushdan xorij qilgan